Qarang, Geminiga kiramiz. Geminida 3 tagina video beradi. V3 da 3 tagina generatsiya qila olasiz. Bu yerdan chiqasizda, misol uchun brauzerga kirasiz. Safari'ning brauzeri umuman ochmaydi. Cloud o'zini. Google skachach qilgan deyapti. Google skachach qilganingizda mana Googledan уже ochadi-da Fluv. Tepaga qarang. Fluv deb yozsangiz o'zi chiqadi mana. Mana создавать с помощью Fluv deb bossangiz ekranda mana bu yerga o'tasiz. Mana bu yerda keyin V3 text video bor. Audiolik mana. Monetasi yozilgan. 20 ta kredit beradi bunda. O'shani o'zi formati yetadi, sizga yetib ortadi. Xohlaganingizcha qilasiz. Kreditlaringiz esa yuqorida bo'ladi. Pro'ni bossangizga nechta kreditingiz qolganini ko'rsatadi. Misol uchun, menda 360 ta kredit qolgan deb ko'rsatyapti. Oddiy mana bo'ldi. Bu 360 boshida 1000 ta kredit edi, har oy yangilanadi. Har oy 1000 ta kredit beradi, o'sha 1000 ta kreditni hisoblayvering mana. V3 da 20 ta kredit bitta generatsiya turadi.